Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, mana biz mana 26-yilga Xitoy silkasidan oldik. 76-12 sxemada. Bunga surishtirdikki avtopilot bilan 24 soat ikkita bo'ladigan joyi bor ekanda, kechasi ham ishlasa bo'lar ekan. Surishtirdikda avtopilotni nima ikkita o'sha kompaniyani ko'rdik biz. Buni atberagan ustonovka qiladigan, lekin surishtirdik Zohriddin degan Zohriddinni topdik, Zohriddin bilan gaplashib oldik. Kecha keldi oqshom 2 soatda qo'yib berdi, kechasi birgacha o'rnadi. Mana bugun test jarayoni, test qildik. Mana test jarayoni o'tkazyapmiz. 76-12 sxemada yangi Xitoy silkasi, lekin Zohriddin mana markorda aytayapti. Hozir bizga 64 qo'yapti. 64 markorimiz. Xohlasang 50 qilib beramiz deyapti, xohlasang 80 qilib beraman deyapti. To'ppa-to'g'ri. Hammalarning kechasi 24 soat ish. ishlasak bo'ladigan joyi. Keyin sizga qanaqa takliflar berdik biz, buni garantiyalarini ayting, keyin servis xizmatlari. 2 yil garantiya beryapti. Boshqa joy bilan gaplashsak, ular garantiya bermayapti. Sputnikka ulash uchun $300 so'rayapti. Yana har yil $300 berish kerak ekan. Bizda Sputnikka to'lovlar yo'q hech qanday. Bularda to'lov yo'q ekan. 24 soat ishlasak bo'ladi. 2 yil garantiya bilan bizga. Odamlarga tavsiya qilasizmi fermerlar? Qaysi viloyatdagingizda ham ayting-da, qaysi? Navoiy tumanida Xudoy quloq fermerligi. Shu tavsiya qilasizmi shunaqa texnologiyaga o'tishni? Tavsiya qilamiz. Bo'ldi. Zamonaviy silka mana avtopilotim zamonaviy. Avvalgi kunduz ekaylik, kecha to'xtaydi. Har kunda 24 soat ishlasak bo'ladigan joyi bor. Bo'ldi. Qisqa muddatda bir 10 kun ichida misol uchun ishlasak bo'ladi. Oldin 20 ga ketadigan joyda 10 kun ishlasak bo'ladi silka bilan. Bo'ldi, rahmat aka. Katta.